Sog'lom turmush tarziga amal qiladiganlar bu videoni oxirigacha ko'ring. So'nggi yillarda poliester kiyimlari hayotimizning deyarli har bir qismiga kirib keldi. Sport kiyimlari, futbolkalar, ko'ylaklar, kurtkalar va hatto ich kiyimlar ham. Lekin bir savol. Poliester aslida nimadan tayyorlanishini bilasizmi? Poliester neftdan olinadigan sintetik toladir. Uni ishlab chiqarishda xomashyo yuqori haroratda qayta ishlanadi. So'ng turli kimyoviy jarayonlardan o'tkazilib, rang qo'shib, juda ingichka tolalarga aylantiriladi. Keyin esa aynan shu tolalardan biz har kuni kiyadigan matolar to'qilinadi, afsuski. Muammo shundaki, 100% poliester har doim ham teri uchun eng qulay tanlov emas. Ayniqsa issiq havoda u issiqlikni ko'proq ushlab qolishi mumkin. Natijada ko'proq terlaysiz. Ba'zi odamlarda terining qichishi, toshma yoki noqulayliklar kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari poliester matolar tana hidini tabiiy matolarga qaraganda ko'proq ushlab qolishi mumkin. Ya'ni hid chiqarishingiz mumkin, sasishingiz mumkin. Albatta, hamma uchun bir xil emas. Sport uchun ishlab chiqariladigan sifatli poliester matolar namlikni tashqariga chiqaradigan texnologiyalarga ham ega bo'lishi mumkin. Ammo kundalik kiyim tanlayotganda imkon bo'lsa, paxta, zig'ir yoki boshqa tabiiy matolarga ham e'tibor berish foydali. Trikotaj matolardan ham ishlatish bu sog'lig'ingiz uchun foydali. Siz kiyimingiz tarkibiga oxirgi marta qachon qaragansiz? Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosing, shunda bu video sog'lig'iga befarq bo'lmagan, yana ko'proq odamlarga yetib boradi. Rahmat.